Ayollar inisiativani o'zingizlar qo'lingizga olinglar. Eringlardan shu narsani kutmanglar. Bugun menga bitta patsientim keldi. Bundan oldin 2-3 kun oldin tekshirib kelganida va bugun mana analizlar chiqqandan keyin назначение olishga kelgan. Teslaga ko'rganimda men so'radim shu ayoldan, ostingiz kengayib yotibdi. Masalan, shunaqa holat bo'ladimi, havo kirib chiqish. Ayollarda chiqarib olaman bu gapni-da. Masalan, aytishga uyaladi ko'pchilik. Ha, bor shunaqa xo'jangiz, turmush o'rtog'ingiz indamanglarmi yoki o'zingizda masalan qanaqadir noqulaylik, holati og'riqmi yo'qmi desam, ha shunaqa deb turadilar menga, lekin menga hech ham aytmaganlar kamchilikni, mana shunaqa deb. Shuning uchun normalniy bo'lsa kerak, yaxshi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bizda bir musulmonchilikda, islomda demak ayolni xafa qilib qo'ymaydi deydi erkaklar, to'g'rimi? Yoki o'rtada bola bor, aytishga ham bir xil uyaladi yoki qanaqadir bir moddiy taraflama o'ylashadimi, bu operatsiyalar juda qimmat bo'lsa kerak deb, yoki mayli endi o'zi shuncha tug'ib berdi, joni og'rimasin, endi o'sha yerdan operatsiya qildirib o'tirmasin deb ayashadimi-da, ko'p erkaklarimiz aytmaydi va ayol eridi tarafidan o'ziga bo'lgan e'tiborni kamayishini boshqa sabablardan qidirishadi. Erim charchadi yoki boshqa bitta bir xotini bormi yo boshqa deb o'sha, lekin o'zligidan qidirishga harakat qilishmaydi. Lazer qildiring deyapti. Men aytdim, "Uchta tug'ruqdan keyin lazer nima keragi bor? Sizga operatsiya qilish kerak." Ayol yosh, 33 yosh, tasavvur qiling, bir oyda 2 marta jinsiy aloqa yoki 3 marta jinsiy aloqa. Men aytdim, "Yaqinda xotinsizlar qarindosh bo'lib qo'ya qolasizlar" dedim. Kuldi. Aytdim, yaqin qarindosh bo'lasizlar faqat deb aytdim. Ayol yosh, endi bunaqa yoshda menimcha jinsiy aloqa regular yaxshi bo'lishi kerak. Endi bugun kelib menga shuni aytadiki, turmush o'rtog'imga aytdim, mana shunaqa osting kengayib yotibdi, shunaqa operatsiyadan. Er tarafidan qiziqish bo'libdi-da. Ha, shunaqa ekanmi? Ha, va yaxshi bo'lardi. Menga ayol aytadi, demak shuni aytolmagan ekanlar deb menga. Haqiqatan menda shunaqa ostim keng ekan, menga turmush o'rtog'im aytmagan. Men o'zimdan keyin bu narsa chiqqandan keyin o'zlari qiziqib qoldilar. Men hamma imkoniyatni qilib beraman, bo'ldi, mana qildirishing kerak bo'lsa qildirgin deb. Shuning uchun aytaman, ayollar inisiativani o'zingizlar qo'lingizga olinglar. Eringlardan shu narsani kutmanglar. Borib o'zingizlar ko'rininglar. Nima qilinish kerak bo'lsa vaqtida qilinglar. Bu faqat er uchun emas, birinchi navbatda ayol o'zining sog'lig'i uchun kerakli bo'lgan operatsiyami yoki qanaqadir muolajalar qilishmi? Chunki biz bilamiz, bu nafaqat jinsiy aloqa, o'zining sog'lig'i, ya'ni bir og'riq bo'lishi mumkin, CD usha olmaslik, tasavvur qiling, aksirsa yo'talsa CD chiqib ketursa yoki masalan doimiy og'riq hissi kimga yoqadi? Shuning uchun azizlarim, shu narsani bilib olish kerak bo'ladi.